Hammaga xayrli kech. Hammaga salom. Bugun biz oilaviy Toshkent City'ni aylanishga keldik. Bugun yakshanba, bugun hamma uyda edi. Yo'q, Asal aytgancha ishda edi, lekin keldi. Uni kutib turdik. Mana kechki salqinga City'ga keldik. Biz ko'pincha o'zi kelib turardik, lekin ancha bo'libdi kelmaganimizga City'ga. Ishlar bilan bo'lib ancha bo'lib qoldi. Odam juda ham ko'p, chunki bugun yakshanba, hamma ko'chaga oilasi bilan aylanishga chiqadigan payt. Qani ko'ramiz bugungi City'dagi sarguzashtlarimiz qanaqa bo'larkan. Ketdik. Birinchi City'ni aylanishga kelganmiz. O'tgan safar sizlarga va'da bergandik, ketma-ket vlog joylashtiramiz, biz bu narsani boshladik degandik va mana shuni davom ettiryapmiz. O'sha safargi vlogimizni kommentariyasini o'qidik, juda ham iliq fikrlar bildiribsizlar. Ayniqsa bitta obunachimiz, "Men sizlarni o'sha kuni ko'rdim" deb yozib turibdi obunachimiz. Xursand bo'ldim. Agar obunachilarimiz bizani ko'chada ko'rib qolishsa, bemalol bizani oldimizga kelib, rasmga tushib, salomlashishinglar mumkin. Agar ko'rib qolsanglar, biz bundan faqat xursand bo'lamiz. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri, bundan xursand bo'lamiz. O'tgan safargi vlogimiz juda ham ko'pchilik yoqibdi. Yana vlogni boshladinglarmi, xursand bo'ldik deb aytishibdi. Endi shunaqa постоянно oilaviy vloglarimizni qo'yib boraveramiz. Kuzatib boringlar. Mana hozir ham shunchaki oilaviy прогулкаga chiqdik. Aylanib yurishga, havo almashtirishga. Shuni ham mana vlog qilyapmiz, chunki bu narsa bilamiz obunachilarimiz uchun juda ham qiziq, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Shunaqa. Biza o'zi opa-singilchada nima gaplar, ijodda nima yengilliklar deganlar uchun bitta narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Ya'ni opa-singilcha shunaqa narsani ustida ishlayapmizki, biza xudo xolasa vloglarni faqat Toshkentning o'zida viloyatlar aro ham qilmoqchimiz, oilaviy viloyatga chiqmoqchimiz. Chunki singlim ham, adam ham o'zimizning sohamiz bo'yicha viloyatlarga ko'p chiqqanmiz. Onam bizada uy bekasi bo'lganlari uchun onam viloyatga uncha ko'p chiqmaganlar. Eng ko'prog'i o'zi onam ham xursand bo'ldilar. Aylanamiz, ko'ramiz deb. Shunga birinchi viloyat biza hozir Samarqandni mo'ljallab turibmiz. Samarqandga bormoqchimiz. Samarqandlik kuzatuvchilarimiz bo'lsa, yozib ketinglar kommentariyaga. Bizaga eng qiziq, aylanishli joylarni kommentariyaga yozsanglar, biz aynan o'sha yerlarga boramiz. Nasib kuzatuvchilarimiz bilan ham ko'rishishimiz mumkin. Lekin bu planni hozir qilganmiz, qachon borish noma'lum. Hali noma'lum. Chunki sinimni ham syomkalari, meni syomkalarim, adamning ishlari bor. Ozgina ishlarimizni bitirib olib yengillashganimizdan keyin hammamiz bitta kunni belgilab sizlarga aniq Instagramdan aytamiz aniq kunini, qachon borishimiz kerakligini. Lekin shu birinchi aytadigan narsam shuki, viloyatlardan birinchi Samarqandga bormoqchimiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Sразу paydo bo'lib qolamiz. Salqinini aytmaysanmi, aziz? Issiq paytda eng zo'r joy bu suv hisoblanadi. Qaranglar. Очень странные делani ko'rganlar bormi? Misol uchun men ko'rmaganman. Asal ko'rmagan. Bitta qismini ko'rganman. Bu anime-lardan o'sha. Hozir endi ovqatlanishga kiryapmiz. Maslarni chiqarib qo'shibdi. Qaysi biridan? Mango marakuya. Hamma yoqda faqat shu narsani tayyorlab qiling. Kalam. Kichkina bo'lishi. Qaysini olamiz? Keyin buni qilamiz. Ikki xil nasibamiz, chunki ba'zi butun yo'limiz yarim. Biz ko'pincha shunday qilamiz. Ikki xil narsa ikkita tam bo'ladi. Ha, to'g'ri.
ko'ryapsizmi? Asal. Bundan aytasan, shuni bundan. Asalga ichlar shunaqa boshlarini qotirib o'tiradi. Mani ko'proq yaxshi ko'rasizmi, Azini ko'proq yaxshi ko'rasizmi deb. Lekin bilmaydiki, mani Adam ko'proq yaxshi ko'radi. Haqiqatda mani ko'proq yaxshi ko'radi. Sen Adamga bu kserokopiya o'xshading degani, Adam seni ko'proq yaxshi ko'radi degani emas. Takablarimiz ketdi. Ustidagi longaplar, yonidagidalar Qani ketadi. Qanaqa ekan? Zo'r. Davay asal. Asal anaqa etdi. Zo'r. Yaxshi. Qani, mazasini ko'rchi. Ha, уже tishlading. Bundan naridan o'z mazasini ko'ramiz. Qani. Xo'sh. Yana bitta kusur. Zarar. Xo'p. Adamgalar taraf manaqa bayram bo'lib ketibdi-ku. Va albatta biz asal bilan freni yaxshi ko'ramiz, bilamiz, zarar uni yaxshi ko'ramiz. Bilasizlarmi, shunaqa narsa bor. Ovqat berishini, yo'lda pishirishni qancha vaqt talab qiladi, lekin kelgandan keyin sekundlarda to'yib qoladi. Tezlik bo'lasizlar. Ha. Biz o'zi shunaqa holatga keltirib qo'ydik. Noqalib yo'da bu bor. Kishilar qiziqadi, bizda shu necha pul bo'ldi deb. Mana shuncha yegan narsamiz shunaqa narx bo'ldi. Ana endi to'laymiz. Oyga qaranglar, chiroyliligini, ishi chiroyli. Biz esa aylanishda davom etamiz. Qaranglar, hamma joy shunaqa zo'r. Polniy anaqa fontanlarni yoqib tashlashgan, qaranglar. Balqon. Baliq deb o'yladingmi? Men ilon deb o'ylabman. Bu ana Shri-Lankani ilon deb o'yladi. Endi o'zimchalik jungli deb tasavvur qilyapman. Ma'lumot o'rnida bitta narsa aytib ketaymi? Men shu Toshkent City'da ishlaganman, amfiteatrda spektakl qo'yardik biz. Mana shu yerda asal ishlagan. Ha, mana bu yerda. Amfiteatrda. Necha yil ishlading? 1 yil. 1 yilga bormasdan ishladim. Shu syomka kam paytlari ishga kirgandim. Syomka ko'payib ketganda eplolmasligimni bilib, gruppani ham podvodiz qilmay deb o'zim xohishim bilan boshlaganman. Lekin shunaqa zo'r spektakllar qo'yganman. Zo'r, men kelganman, ko'piga kelganman. Madagaskar. Нет. Anaqa Qirol sherda. Madagaskar. Nu Madagaskar ham bo'lgan-ku. Madagaskar hozir ketadi shu. Rostdan. Men teatr bilan adashtirib yubordim. Madagaskar teatrda edi. Da. Teatrda Madagaskar edi. U yosh tomoshabinlar teatrini aytyapman. Bu yoqda anaqa Qirol sher, yana parodiya qilardik. Parodiya bor edi, ikkiga qanaqadir uni suv bo'yida nimadirlar bo'lardi. Haykallar tirilishi. O'sha. Esimda takoy. Nimadir. Zo'r spektakllar bo'lgan. Shunaqa ishlaganman. O'sha paytda mana orqa tarafda shirma bo'lardi. Biz orqa tarafda bu yoqqa qarab o'tirardik. Har bir spektaklda spesialniy fontani postanovkasi bo'lardi-da. Yopilardi ikkita tarafdan. Sitina bu yoqqa o'tish mumkin emas bo'lardi.
и faqat biz uchun ishlaydi-da, fontan. O'sha shirma orqasida o'tirib, Muzikaga mos. bir soat tinimsiz otardi. Tomosha o'tirardi. Ana aytadi, bitta joyi o'zining gashti bor, esda qolar deb, ana xotirasi bo'ladi deb. To'g'ri. Shunaqa. Hozir menimcha fontan o'chgan. Ondan O'sha hozir o'chdi ham. Biz chunki kechki paytroq chiqdik. Ertalab juda issiq bo'lyapti. Aylanishga eng zo'ri baribir kechki payt. O'shancha odam ham baribir hali ko'p, juda ko'p. Ko'pchilik menimcha hozirgi kunda kechki salqinga chiqishyapti ko'chaga. Aziz, kuzatuvchilarimiz bitta narsa aytaylik. Hamma opa-singillar ichida bormi? Misol uchun nimadir необычный narsa ko'rib qolsak, mashinasidan yeganmisan deb birinchi savol beramiz. Bizda shunaqa odatimiz bor mana. Chiroyli zdaniyalarni ko'ramiz-ku. Shu qaysi biriga kirgansiz? Salonga kirgansiz, bunga kirgansiz? Mana shunaqa narsa bo'ladi. Nima deydi? Opa-singillar ichida nima desa bo'ladi bu narsani? Bellashuvmi? Solishtiruvmi? So'raveramiz. Opa-singillar, unga kirganmisan, bunga kirganmisan, yoqqa borganmisan, yoqqa borganmisan? Xullas, sen Hiltonga kirgansan, anu narigi Nestvon unga kirgansan. Nestvon o'sham. Nestvon. O'shanga kirgan. Ammo zdaniyalar endi ochildi. Ko'pi syomka bo'yicha, syomka bilan bo'lib kirgan. Shunaqa. Boya sizlarga gapirib bergan voqeam aynan mana shu amfiteatr haqida edi. Mana bu yerda shirma turardi-da. Biz mana bu yerda o'tirardik. Bu yoqqa qarab. Shunday chiroyli manzaraga qarab Rol ijro qilishardi. rol ijro qilardi. Qaranglar. Shu yoqqa qarab o'tirardi. Endi tasavvur qilinglar, bu yoqda fontan. Hey. Bilmaganlar diqqatiga, BTSdagi, mana teparoqli ayya bo'lmasin. BTSdagi Jungkook mana bu yerda menga yoqadi. Просто мало. Hozir endi mall ichiga kirdik. Ozgina aylanib ko'rmoqchimiz. Hop, bugun ozgina tanishtiruv bo'ladi o'zimiz haqimizda. Biz kitoblarni sevamiz. Bu bizlarni aynan anularni qarasizlar, eng sevimli joylarimizdan biri. Biz anchadan beri kuzatayotganlar buni bilishadi. Ayniqsa Instagram platformamizni. Agar подписаться qilmaganlar bo'lsa, подписаться qilib qo'yinglar. Asal Xo'jayeva va Aziza Xo'jayeva. Opa-singilchaning ham отдельно o'zini Instagrami bor. Kitobda Aziya mana o'qishni juda ham yaxshi ko'ramiz, to'g'risi, va bu narsani iloji boricha Instagram profilimizga ham rostdan qo'yib boramiz. Chunki baribir insonga foydali ma'lumotlar bilan bo'lishsa, foydali bo'ladigan kontentlar bilan ulashsak, bundan xursand bo'lamiz. Ko'zimiz yugurib ketyapti bu kitoblarni ko'rib. Mana bizani eng yaxshi ko'rgan asarlarimizdan biri, kitoblarimizdan biri bu. Albattaki Kichkina shahzoda, Маленький принц. Bu qirurish, ham qirurishi. Eng zo'r, eng chuqur ma'noga ega asarlardan bittasi bu. To'g'rimi? Mana bu yerda Маленький принц o'zini ham qo'yishdi. Uni Sodiq do'sti bilan birga tulki. Juda ham antikvar, juda ham chiroyli, e'tiborga tortadigan kitob olamidagi eng ko'p tarjima qilingan kitoblardan bittasi. Zo'r. Mana bunaqa anaqalarni qara, mana Маленький принц mana qanaqasi ham bor ekan. Nashriyot. Shunaqa chiqqani. Qani ichini ochchi qanaqa ekan? Mana o'zini avtori o'zi chizgan rasmlari bu. Mana Kichkina shahzoda. Antoine de Saint-Exupéry o'zi chizgan shu asar hisobi. Wow. Nicholas Sparks ustini qaranglar. Prям yaltiryapti. Bizda bu kitob bormi? Bunaqa. Yo, вы еще любите Марс?
dnevnik pamyati. Endi Nicholas Sparks bo'lganligi o'sha deb o'yladim. Qaranglar, yoqtirishini o'sha zo'r. Aha. Hop, bu yerda yana nimalar bor? Ko'zim yugurib ketadi. Shunaqa anaqalarni ko'rsam. Qaranglar, rosa chiroyli anaqa nashriyotlar bor ekan bu yerda. Dnevnik pamyati. Olmoqchidim. Hozir shuni qidirib ko'ramiz. Белые ночи degan asar. Dostoyevskiynikini o'shani olmoqchidim. Hozir shuni qidiramiz. Shunaqa narsalar mani asabimni battar buzadi. Chem antistress bo'lgandan ko'ra sizlarda ham shunaqami? Biz kitoblarimizga stiker tanlayapmiz. Mona Lisa bu nimadir? Zirey taqqan xonimida, notanish xonimmi? Shunaqa edi xolos. Bu ikkitasi bilmayman. Bu yerda mana bunaqalar tabiat bor ekan. Bizga bunaqa yoqdi. Kitoblarga mos yo'q. Endi stiker topishimiz kerak, belgilab qo'yishimizga. Mana shunaqa ranglardan olgan. Mana buni qaraysiz, ham chiroyli ekan. Qaysi biri bu? Bunda o'sha, o'sha. Chiroyli o'sha. Mana qarasa ko'p kelgan menga. Uyda bor unaqalardan. Mana qaranglar, estetikligini. Маленький принц. Rosa chiroyli ekan, mana qaranglar. Voy, Aziz bilan shunaqa yaxshi ko'ramiz, shunaqa narsalarni ishoninglar. Menga sovg'a qilasan. Ha, bo'ladi. Rasmga. Mama, estetikani qaranglar, chiroyliligini. Biz estetikni qilib qo'yishibdi. Biz prям o'zimizni sferamizdamiz. Bizga eng yoqadigan joyimiz. Mazza, hamma narsa yoqib ketadi, hamma narsa zo'r. Masalan, o'ziga shunaqa daftar oldi. Ko'p daftar topdi, mana qaranglar. Biz estetikni qilishibdi. Ko'rsat, men o'zimga hozir qo'l olaman. Qana. O'zingga ham faqat Aziz qilib o'zimizga. Shu kerak. Qaranglar, o'shaqa estetikni qo'yishsa rosa yaxshi ko'raman. Chiroyliligini. Zo'ra. Juda chiroyli, qaranglar. Dud bilan yasatib qo'yishgan ekan. Mana qaranglar qilishganini. Chiroyli, ha? Yosh kerak edi. Bularning zaryadkasi yo'qdir-da? Batareyasi. Juda chiroyli, estetikni. Sветильный ham olsa, hozir unga mos qilib. Ikkita sветильnikdan olamiz, qistirib qo'yadiganlar. Kitobga ham qistirib qo'ysak, udobnada o'qishimiz. Hammasi bir xilmi? Qani ko'rsatasiz? Bitta tam. O'zimaki bitta. Bu belgilab qo'ygan ekan, mana bu layerda ekan. Bu qizil. Светильный tanlashyapti. Biz mana shu stolni oldik. Biza Aziz xursandmisan?
Hali uyga raspakovka qilib beramiz borganda. Ham kichkina shahzodani topdim. Shuni bilinglarki, demak shu kichkina shahzoda shu darajada yoqadi bizga. Mana bu kitobdan bor bizada. Bolaga Ko'rsichqon tulki va tulpor. O'qib chiqqanmiz buni. O'zi bitib o'tirishda o'qib olasiz bu kitob bu. Shuni o'ylab qarasa. Yaxshi kitobda bor ekan. Yo'da. Да. Дочка зовут. Kerakli yukka og'iri yo'qdir. Mana bilan kitobga kerakli hamma narsalarni oldik. Kitob o'ziga ham oldik. Adamimizga shunaqa hadya qildilar. Rosa xursand bo'ldik. Rahmat ada. Ana endi xotirjam uyga qaytgan bo'ladi. Mashinaga yo'l olyapmiz. Juda ham maroqli, maza qilib dam oldik. Kelganda so'rlar qo'ydim. Ko'pchilik bo'lsa kerak. O'sha turgan joylar rasmga oladilar. Unaqa joyini. Adashtirib qo'ymizdi. Da, Mashinasini topolmaydi. to'g'ri. Yaxshi, lifehack. O'sha qo'yib, mashinamiz qo'shimiz bilan rasmga oldik. Oson topib olamiz. Mana mashina. Mana bugungi sarguzashtimiz ham tugadi. Oilaviy mazza qilib birga vaqt o'tkazdik va kuzatuvchilarimiz uchun ham chiroyli vlog tayyorladik. Sizlardan bitta iltimos, bizlarni qilgan mehnatlarimizga like bosib, podpisatsiya qilib bizlarni qo'llab-quvvatlanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz. Va boya sizlarga va'da berganimizdek, yangi opa-singilchaga bizlarning rejalarimizni sekin-sekin etib amalga oshiramiz. Aktiv bo'linglar. Hammaga xayr. Xayr.